Va nihoyat bugun 5 yil va 2 yildan beri qilayotgan planlarimni qaynukamga ming'ir-cing'ir qilgan holda erishib oldim. Hayit bahonasida albatta. 5 yildan beri ris iltimos qilardim. Shu kuxni mebelni iltimos oldiga surib, hamma zapchaslarini yoki temir terseklarini bo'shatib beringlar, men orqasini bitta tozalab yuvib olay deb. Lekin meni hech kim eshitmas edi. O'shaning uchun kuxni mebel orqasi chirq bosib ketgan edi. 2 yillik planimga keladigan bo'lsak, hammaga gapira oxir ustani chaqirib olaymi deb, lekin baribir usta kelgandan keyin baqirib qolishmasin deb nakleyka olib kelib yopishtirib chiritib yuborardim. Lekin bu safar qaynukamga yolvorib iltimos qilib sizga ujin olib beraman dedim. Mebelimizni ustidagi taxtasini deydimi, o'sha narsasini yengidek qilib alishtirib berdilar. Hozir bo'lsa ko'rib xursand bo'lib ketaman. Xo'jayinim bo'lsa bu ishlar bitgandan keyin oldimga kelib, "Voy, shumidi faqat so'rayotgan narsang" dedilar. Ularni tasavvurlarida как будто man yangi 2000-3000 dollar turadigan kuxni mebel so'ragan deb o'ylabdilar. Mayli, unisi ham bo'lib qolar. Hozircha kuxni mebellarimiz ta'mirdan chiqqani va orqasini tozalab yuvganim uchun men xursandman. Keyin bo'lsa oshxonamni polni hayit ayyom uchun billurni har bitta kerakli sredstvalarda tozalab yuvib, oqartirib, gazlarimni duxovkasigacha yuvib qo'ydim. Rakvinamizni ham yuzini ochib qo'ydim. Shuncha mashaqqatli ishlardan keyin ancha bo'g'ilib ketgan ekan. Hayitgancha o'zingiz ham bu ish qildilarmi deganlar uchun aynan kir mashinani razvedkasini artayotganimda to'kirib olib qo'lim vijirlab qolganligi uchun kuxnining usti qavati va gilamlarini cho'tkalab o'sinim solib qo'ydilar. Hamma gapimni to'liq tushuntira oldim deb o'ylayman. Negativ yozganlar kal bo'lib qolsin.